Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahabatihi ve men ittaba'ahu. Amma ba'd. Bugünkü dersimiz Ez-Zebriqanu ve İbnul Ahtem. Ez-Zebriqan bo'lishi mumkin. Ez-Zebriqan bo'lishi mumkin. Zebriqan degan ayning bir parchasi degan bo'ldi. Ahtem degan ko'makning bolasi. Şu ahtamda meşhur olan kişi. İsmi başka bu hamda laqam. Zebriqan bilan İbnul Ahtem. Ahtemning o'g'li ikkalan inda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida Ruyan Abdullah ibn Abbas ridvanullahi alayhima قال وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان ابن بدر وعمر بن الأهتم. Zebriqan ibn Badr bilan Amr ibn al-Ahtam ikkalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga o'maklab keldi. Vafot degan o'zining diyoridan o'shaga o'maklab keldi demoqchi. Shunga Misrdagi chadarlik o'quvchilarni al-Wafidun deb ataymiz. Idoratul Wafidin. Faqala az-Zebriqan ya Rasululloh ana sayyidu Tamim. Zebriqan debdi ya Rasululloh o'zini tanishtirib Zebriqan. Ya Rasululloh men Tamim qabilasining xo'jasi. Vel muta'u fihim. Rasulullohning ichidagi itoat qilinadigan kishi. Vel mujabu minhum. Chaqiriqqa lavay deyiladigan kishi. Akhudu lahum bihaqqihim. Ularga o'zlarining haqqlarini berman. Haqqini boshqalar olib qolsa berib turman. Va amna'uhum min az-zulm. Ularni boshqalar zulm qilishdan to'sab turman. Va hada ya'lamu zalik. Mana mawa musha ahvolni undan biladi. Deb Amr ibn al-Ahtamga ishorat qildi. Ikkalan kelgan ekan, mening ashunday kishi ekanligimni ma'lumdan biladi deb o'zini tanishtiribdi. Faqala Amrun damduq Amru damduq. Amrun olamda. Deb qolgan. Amrun bo'lgan. Ja Amrun va ra'aytu Amran va sallamtu ala Amrin. Amrun ha? Şekli özgürlemedi, okuşta özgürlüğün ne vardı? O kaçan dışında oldu? Ziverlik altlıklar mudah boğan ahvaldığı. Vavlan yazımız iken ziver okumamız iken. Bunda canışkıyalını duyarlı varsan oldu. Faqala Amrun ecel ya Resulallah. Şunda ey Resulullah bu mu şunda özü degandek özünü ta'riflagandek kishi bu. İnnehu mani'un li havzatihi. Havza degan o'ziningki igiliki, mulki, qo'lidagi ilkidagi narsa degan. O'zining ilkidagi narsani bu to'sab qo'llaydigan kishi deydi. Bu hozir Madiyami yoki so'kashmi bu? Madina. Sökep yapıldı. Sökep hazır bu. Hazır demek ki çıktı. Muta'un fi aşiretihi. Özünün kavmi cemaati içinde itaat kılınan kişi. Bu mu? Mediye mu ya? Ecim mu? Yani Mediye'de deptalı kim? Sökeş var bunun içinde. Ma'ni Allah havzati degan o'zining ilkidagi narsani to'siladigan bexillik qiladi degan ma'noni ishlab qoladi. Yoki o'zining ma'lumotini qo'diya oladi degan bo'lishi mumkin. Muta'un fi ashirati degan o'zining qavm jamoatida itoat qilinadigan, lekin boshqalar uning gapini olmaydigan, boshqalarning gapini o'tkazolmaydigan degan ma'no chiqib qoladi. Shadidul aridati fihim. Arida degan so'zning to'ri deydilar. O'zining qavm jamoatida buning so'zining to'ri bor deydi. Gapi o'tadi demoqchi. فقال الزبرقان أما إنه والله قد علم أكثر مما قاله. ما مجند لكن bu Allah bilan qasamki bu digindim mu jiqraq fazilatlarim bormi? Ortiqchiliklarim bor. Bu az deb qo'ydi. Bilib turib az da'tidi bu. Demoqchi. Walakinnahu hasadani sharafi. Lekin u mening sharafim, kattaligimga hasad qilib, mening fazilatlarimni, sharafimni, ulug'ligimni chekib qo'yadi. O'zi mening sharafimning kattaligini biladi, lekin bu cheklik ifodalab qo'ydi demoqchi. Bu shunda dedi. Endi unda degan bilan
amaliyotda undan ko'proq fazilatim borligini biladi. Endi degandek so'zga ishlasak bo'ladi. Ammo ba'zi endi maqsad kelsak, amma yoki tanbih, harf tanbih desak bo'ladi. Faqala amrun ama la in qala ma qal. Endi bu magitni endi dimi so'tdim, ig'izdan chiqargan diletgandan keyin endi fa vallahi ma alimtuhu illa dayiqal atan. Endi maya kep qoldik men diletnisam bo'lmaydi. Endi yang'ili bo'lmaydi yoki endi suliq yig'lim bo'lmaydi, yarashqin bo'lmaydi degandek. Allah bilan qasamki ma alimtuhu, men uni faqatla munda tunima dedi. Dayiqal atan. Atan degan aslida tugini sug'oqlab olgan chaqda suv ichib arliqda bir suv bo'yida cho'kib yotadigan joyni atan deymiz. Ma'atinal ibil, qo'yning eg'illarida namoz o'qisak bo'lamdi, o'qisang bo'ldi dedi. Nusalli fi ma'atinal ibil la, tugi cho'kadigan joyda suv bo'yidagi tugi cho'kib da aramalab yana bir ichib bunday qilgan bir yer bor. Bu eg'il emas. Lekin suv bo'yiga ma'lum vaqtlarda bu tugidan davomli sug'amaydi. Bir oyda 2-3 oyda bir sug'urishi mumkin. Suv bo'yiga apagan chaqda suvni obdan bir ishitib, ondan suv bo'yida qirg'oqda bir joyda cho'kib bir soat aramalab o'tib, yana kelib, yana bir ichib bunday qilish mumkin. Yani suv qochilib oldingizmi tugidan? Bir oylik 2-3 oylik suvni qochilib olgan bo'lg'achqa, va shu suv bo'yida aramalab cho'kib turib, daim aramaldi. Shu aramalgan joyim bu eg'il emas, dayiqal atan degan xuddi endi cho'kadigan joyi, bu tugiga o'xshatsa hamda cho'kadigan joyi eg'ili yoki endi bu agar buni cho'kayotgan bo'lgandan keyin hayvonotlarga o'xshatibroq. Buni eg'ili nayta, xuddi endi uyina tachiloq degandek. Zamiral muruati. Muru'a degan adamgarchilik, insonchiligi, adamgarchiligi. Zamir degan azdim. Adamgarchiligi bak az. Ahmaqul abi. Dadisi bir ahmaq adam bunu. Laimul khali. Tağısı nayet pes adam. Hadithul gina. Yanıdan bayılgan nima bu? Yanıdan bayılgan adam da burunqi fikirlikning bazı eserleri qabul qilish mumkin. Qo'lni kang tutmaydigan yoki ko'ranglab ketadigan maqolda misolda bor-ku, dedak majan taqsa kirmagan uy qolmas, qul atminsa chiqmagan do'ng qolmas. Navoiyga bu qattiq so'kaytibdi. Fara'al karahata fi wajhi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Buning oldingi so'zi bilan keyingi so'zi o'xshash chiqmay, boshda madidagandek, yani normalroq gapni qilib, keyin g'atni o'zgartirib, buni so'kashga boshlagandan keyin bu bir xilimda 200 ichidek, ikki xil pozitsiyada bo'lgandek bir ahvol bo'lg'achqa Rasululloh buni yoqtirmadi. Qanday gap bu? Rasulullohning yoqtirmaganligini chiroydan bilib olgandan keyin mana lamma ixtalafa qawlu so'zi ikki xil chiqib qoldi shundan. Qur'onda keyin Rasululloh buni yoqtirmadi. Chunki islomiyatda zal vajhayn deydigan bunda bir munofiqlik alomatiga bir xil o'xshab ketgan bunda bir ahvol bo'lgandan keyin yoqtirmadi. Yoqtirmagandan keyin faqala ya Rasululloh. Ulan o İbnül Ahtam debdi ya Rasululloh. O'zini qilmoqchidir. Raditu faqultu ahsana ma alimtu. Men rozi bo'ldim. Men bildigan ahvolning eng yaxshisini dedim. Yani birinchi so'zda o'zing bilganning eng yaxshi ta'riflashi shu ekan. Va gadibtu faqultu aqbaha ma alimtu. Yani achchig'im kelgan chaqda men bilgan ahvolning eng qabihlarini aytdim. Va ma kazabtu fil ula. Birinchisi men yolg'on aytmadim, Rasuldan. Va laqad sadaqtu fil thani. Ikkinchisi Rasuldan. Birinchi so'zim rost, ikkinchi so'zim rost. Albatta birinchi so'zdimi bak maqtab ketmadi bu. Shunga avo norozi bo'lib, men ma degandimmi, Abduraq adamtam deb ochiqlab qoldi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna minal bayan li-sihra. Haqiqatan ifodalashda, bayon qilishda sehr bor dedi. Va inna minash-shi'ri la-hikma. She'rning ichidami ba'zan hikmatlik so'zlar chiqib qoladi demoqchi. Wa yurwa la hukma yoki la hikama. Mujnavar var. Hukma desam-da bu hukm, masalan, bir masalani rasmiy taraf qilganligini bildirgan narsa.
to'g'ri bir taraf qilganligini bildirishdi bor. Hikam bo'lsa, hikmatning ko'pligi, hikmatlar bor degan. Wal awwalu asah. La hikma deb shunda mufrad olti kelgani sahihrak rivoyat kelgan. Ibn Majah rivoyat qilgan bu deyman. Wallazi rawa ahlu sabati min hada al-hadith. Bu hadisning iboralardan ishonchli ravilar rivoyat qilgani to'ndikcha deydi. An qadima rajulan min ahli al-mashriqi fa khataba. Sharq tarafdagi aholilardan ikki kishi keldi deydi. Ikki kishi kelib xutba so'zladi. Nutq so'zlabdi bular. Fa ajiban nasu li bayanihima. Bunun kishilar ularning ifodalash quvvatidan hayron qolishdi. Va gapdan kenda bular. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna min al-bayan la sihra. Haqiqatan ifodalashda sehr bor. Ya'ni ifodalashning ichida ba'zi sehrning rolini o'ynaydigan gap so'zlar bor demak. Au inna ba'd al-bayan la sihra. Sekin min bormi? Min yo'q shu rivoyatda. Inna min ba'd al-bayani la sihra degan la sihrun. Min yo'q. Inna ba'd al-bayani la sihrun. Bunda o'sha arab to'g'ri chiqdi-ku. Ba'd al-bayani ismi. La sihrun xabari. Undan keyin marfu bo'ldi. Sizninkida la sihra deb qo'yildi. Minni o'tislar la sihrani la sihrun deydi. Sahih Buxoriyning rivoyati ma. Yo'q, oldingidan emas. Min ba'dul bayani degan xabar bo'lib, uning aralashib rasmiy so'zlangan. Shu rivoyatda min kelmagan. Sahih Buxoriydagi rivoyatda min kelmagan. Minni o'tishimiz aniq qildi. Lekin oyog'idagi la sihra bilan la sihrun deyishda manda desak tushib qoladi demoqchilar, ha? Inna ba'dal bayani la sihra deslar qanday arab bo'ldi? Xato bo'ldi. Ba'dal bayani fi mahalli nasb xabar inna. La sihrun ismi inna. La sihrun xabar inna. Xabar inna bo'lgan ekan marfu bo'ladi. Hani she'rninki o'tmaymiz. Ya uni madilamdoq, ya so'kamdoq, she'r yaxshi emas. Bu deysan san Qur'on Karimda va shuara yattabi'uhumul g'awun deb qo'ygan. Ala tara annahum fi kulli wadin yahimun. Fa annahum yaquluna ma la yaf'alun. İlla deb istisno qildi. Nimaga she'rning Imom Shafiy degandek she'r bir so'zdan iborat. Yani qafiyalashgan, vaznlashgan bir so'zdan iborat. Buni yaxshi, yomon. Unda desak masalan. Nasıl Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Kur'an-ı Kerim'ni she'r deb turolmaslikka başlanadi. Kur'an-ı Kerim'ning alohida bir janr ekanligini isbotlash uchun Rasulullah she'r o'qiyman deb she'r tuzdigan shoir emasdi. Lekin she'r o'qilgan she'rni o'qib qo'ya oladi. Ba'zida sal birasini almashroq bunda o'qib qo'ydi masalan. Lekin she'r degan biraydan vazni va qafiyaga udilqilallam gap qilib she'r o'qilmaydi. Mesela odatda bizning ba'zi gap so'zlarimiz bor. Ikki jumla so'zni qilsak, qafiyaga vazni chiqib qoladigan gap bo'lib qolishi mumkin. Lekin ikkisini ayiradigan narsa nima? She'r bilan she'r emas narsani ayiradigan narsa nima? Mubolag'a stilistika asosida ikki mazmun. Ya. Ya. Shu she'rni, shu baytni degan kishi, so'zni qilgan kishi she'r dedim deb shu maqsad qilib deyish kerak ekan. Bu musoadatdagi gapni bozordagi tijoratning varan-churon gaplarimiz she'rga tushib qolgan, vazni qafiyaga tushib qolgan bir she'r bo'lib qolishi mumkin. She'r maqsad qilib turib desa, men she'r so'zladim, she'r datiman deb alayda niyat bilan desa, unda she'r. Niyat qilmasa she'r emas. Innamal a'malu binniyat. Wa Amr ibn al-Ahtam huwa Amr ibn Sinan ibn Sumay ibn Sinan ibn Khalid ibn Minqar ibn Ubayd ibn al-Harith. Unda Harith degan kimsa Maqa'asi ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Zayd ibn Mana ibn Tamim. Yani bunun nasibini Tamim'ga tutashtiribdi buni. Wa summiya Sinanu al-Ahtama. Endi Sinan nima uchun Ahtam deb ataldi, ko'mak deb ataldi esa, li'anna Qays ibn Asim al-Minqari sayyida ahli al-Wabr. Wabr degan jun. Yani bu padişalar degan, ahli al-Wabr degan padişalar. Qo'y yoki
Tügü baksa jun çıkdı mı? Ha. Ya ki endi juğu kidiğallar jonda. Ahl hadar olsa şehirliklerim. Ahl vabar degen padicilar, sahralıklar degen. Şu darabahu biqawsihi. Özünün yası bilan urib uni fahatama fahu. Onun ağzını koma qilib qo'ygan. Tishini to'kib o'tgan demoqchi. Yani ağzıdaki tishlarni to'kib o'tgan sekildi. Fahatama fahu. Hada qawlu Abi Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba. Bu ibn Qutayba lug'at va arab tili, nasab, shunda ilmlarda tunulgan olimlarning birisi. Kumandan mı? Yok. Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba. Mush alim aşında nasibini tutashtirib kelib, bunun ahtam deb atilish sababini shunda izohlabdi. Nima uchun ahtam deb atalgan desa, chunki birisi ya bilan og'zi urut ishni tugatganlikdan ahtam deb atalgan. Wa qala ghayru boshqa olimlar dedi, bal hutima fuhu yawmal kulab ath-thani. Bu kilab bo'ladimi bu, ha? Yawmal kulab mı, yawmal kilab mı? Yani kulab debdim. Yani ikinci qatimliq kulab jingida og'zi ko'mak qilinib ketgan urushda. Sababini shunda bayon qildim. Fu bu asmaul khamsada bu. Ha? Fu. Wa huwa yawmun kana li bani Tamim ala ahli al-Yaman. Bu shunda bir jang bo'lgan kun, bu jang qanday jang desa, u jang Bani Tamim qabilasi Yamanliklar ustidan g'alaba qilgan jang dedi. Yoki g'alaba qilgan jang bo'lgan kunda. Va kana Amrun yulaqabu al-mukahhala li jamali. Amr naati kelishgan kishi bo'lg'achqa surtilgan, surmulak deb atilib dedi. Va banul ahtami ahlu beyti balagatin fil cahiliyeti vel İslam. Ahtamning ballari, mush Amr olsun, başqaları olsun, ha. Bular cahiliyetde mi, İslam'da mı? Nəhayət balagat, fasahat ailesi iken bular. Hemmeyle şunda meşhur iken. Ve Abdullah ibn Amr ibn al-Ahtam, Amr ibn al-Ahtam'ninki oğlu Abdullah ibn Amr diyenken radiyallahu anhuma deymiz. Çünkü Amr Resulullah'ın kaçkı geldi o. Müslüman boğan boğuydu ya Resulullah dedi aynen. Şimdi Abdullah onun oğlu. Bu sahabe olsun ki yak tabi'i. Abdullah ibn Amr ibn al-Ahtam ve ceddu Khalid ibn Safwan. Bu Khalid ibn Safwan bilen Şebib ibn Şeybe işkeleninki boğusu deydi. Çoğunda dese. Bulamam da indi sözmen ya şair bunda tunulgan kişiler. Ve kâne yuqalu el-khatabetu fi al-Amrin. Sözmellik, natiqlik Amr cemaatida deyildi deydi. Ha? Şunu qata olsaydı. Ahir Amr'inde farkı. Al-Amrin. Buna qata diyor. Ve kana şi'ruhu hulalan munashsharatan 'inda'l muluk. Onun şiirleri padişahlarning huzurida xuddi içib yeyib qo'ygan baqsan tulladek, isil, shahana kiyimlardek shunda isil nasil demiş. Ta'khudhu minhu ma sha'at. Lekin muluk degan muzakkar bo'lar. Muluk jamu o'g'liqni muannasini qilsin, lekin innal muluka idza dakhalu qaryatan deb muzakkar eklelik. Demak bu padişahlar deyilami? Padişahlar onun xalığını elib, xalığını qo'ydigan shunda tanlab oldigan isil kiyim-kechaklarga o'xshash. Biza kiyim-kechaklarda espiyib janoblari xalqlarning namsi. Yarag'an tanlabaslar desa tanlab oldigan, shunda isil she'rlar deydi. Padişahning huzuriga sunildigan anda she'rlar deydi. Wa huval qailu, tariyanlar ekan, yodlaydigan she'r chiqdi. Mushu baytlarni shu ibn al-Ahtam degan deydi. Abdullah ibn Amr ibn al-Ahtam. Zarini fa innal bukhla ya umma malikin. Umma maliki deb qo'ysak bo'ldimda. Zarini degan qo'yib o'tganmini, pulni xajlab olay. Pulni xajlab qo'yamini. Zarini da'ini, utrukini. Zarni wa man khalaqtu wahida, ha? Zarini qo'yib o'tganmini. Malikning anasi men tutibman. Fa innal bukhla ya umma malik hazır nima? Jumla atradiya dekamda. Zarini ya umma malik. Malikning anasi meni qo'yib o'tan. Fa innal bukhla chunki bexillik degan men tutib olsangiz xajlimisam bexillik degan
li salihi axlaqir rijali saruqu. Erlarning, yigitlarning, erkak mardallarningki axloqining eng isllarini o'g'irlaydigan narsa bu. Bexillik. Bexillik. Saruq degan sigat mubalag'a. Sariq, bek o'g'irlab ketadigan. Qo'yiting meni, Malikning onasi, pul xajlay olay. Men tutib olsangiz, xajlamay bexillik qilgan bo'lma. Bexillik degan yomon illat. Chunki bu erkak mardallarning isl axloqlarini yo'qotadigan narsa. La'amruka ma daqat biladun bi ahliha. La'amruka bu ömür bilan qasam qilish hozir. Agar yuqorqi baytning oxiri olib Ummu Malikka xitob qilayotgan desak, la'amruki deydik. Agar she'rni anglayotgan muxotabga qaratilgan bo'lsa, la'amruka deymiz. Qur'on Karimda la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Qur'on Karimda Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning umri bilan qasam qilgan. Unda Alloh taolo nimani xohlasa qasam qiladi-ku. Lekin maxluqlarcha man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Nahyu alınır ömürge aklımızda qasam qilsin, ömürge kötüsün. Davamda degan o'limlarni qasam qilsa bo'lmaydi, Alloh taoloning xos. Yo'q. Bu baka gap. Alloh taolo xosin gap. Bu Arablarning burunqi odatini kelgan so'zi. Qasam qildi. Azmasa vallahi, bala vallahi deb qo'ydi-ku. Bu lag'van. Qasam maqsad qilmaydigan qasam iboralari. La'amruka degan la'amri masalan, buni tonilgan islom ulamolarining kitoblarida ko'p ishlatadi. Nima uchun desa, buning qasam maqsad qilmay, mush iborani bunda bir ta'kidlash uchun ishlatadigan odat bor. Ya'ni u qasam demaymiz. Ta'kidlab qo'yish uchun ko'nib qolgan iboralar deymiz. Lekin shu qasamni maqsad qilib umr bilan qasam qilsa bo'lmaydi. Şu ulamolarning so'zlarini ko'p keldi la'amri deb. La'amruka yoki shu umumiy kitobda o'qiganmiz la'amruki ma daqat biladun bi ahliha. Bir jutda o'zining aholisi bo'lsa, u birar mehmon kelib qolganlik bilan uya tarib qilmaydi. Sig'ishmay qoldigan, petishmay qoldigan ish yo'q deydi. Qancha mehmon kelsa, sig'ib ketaverdi. Patmay qoldigan ish yo'q. Shu mehmonni kutib olsam, to'smasangiz bo'ldi meni. Yani patmay sığışmay kaldığın bir ahval yoktu. Velakinne ahlaqar ricali tadiqu. Lekin yani mesela mehmanla karşılık tutamasak erkek oğullarının ahlakı karib gidiyor. Ahlaqur rical dostum. Ahlaqar ricali tadiqu. Yani bir mehman kelse bunu kütürleş bilen u öy yoki bizning diyorimiz tochlik qilib biz sig'may qoladigan ish bo'lmaydi. Lekin bizning axloqimiz to'lib ketadi. Mushuni obdan yodlab qilasizlar. Topshiriq. Va zibrqanu ismuhu zibrqan degan biz kelishgan yo aynan mujpasi degandek ma'noda duqo bu laqab hamda. Bak kelishgan bo'lg'achqanda atib olgan kishilar. Lekin uning ismi nima desa Husayn ibn Badr ibn Imr al-Qaysi ibn al-Harith ibn Bahdala ibn Auf ibn Ka'b ibn Sa'id. Bu şunun nasibi ismi müşndaken. Ve summiye az-zibrqana li jamalihi. O zibrqan deb atalgan. Ve summiye huwa az-zibrqana li jamalihi. Kilishganligidan zibrqan deb atalgan. Ve zibrqan al-qamaru qabla tamamihi. Ay to'lunay bo'lashdan ilgirki altidagi oyni zibrqan deydi. Yo'q, hilal degan sal jinishga vaqt. Oyninki har bir bosqichning ismi bor. Al-Urjun, Hilal, Badr, uning boshqa ismlari bor. Va qamar oy. Lekin bu hamda to'lun bo'lashdan ilgari sal kamroq altidagi chog'da zibrqan deymiz. وقيل لأنه كان يزبرق عمامته. من دام deyilibdi. O o'zining sallisini urushda, jangda sal kichikiltib qo'ydi ekan. Asli cho'ng salli taqaydi ekanmi? Sal yo'gaydi ekan. Lekin urush bo'lgan chaqda chaqqariq harakat qilish uchun sal kichikroq yo'gaydi ekan. Shuni zabraqan deb atalgan. Chunki zabraqa degan
kichiklatdi degan ma'no bor demoqchi ekan. Va kanu yusammunal kalamal g'ariba. Arablar kanu deganki damiril jam'a ash arablar. Arablar g'arib so'zni g'alita bir xil anglab boqmagan bir xil so'zni deb ataydi. As-sihral halal. Sehrgarlik harom emasmi? Lekin ma'vo sehrning rolini o'ynaydigan kishilarning dilini maftun qiladigan, lekin halol bir sehr degan ma'noda as-sihral halal deb atishdi deydi. Ve yekuluna al-lafzul cemilu min ihdan nafathat fil uqadi. Ular yana deydiken chiroyli söz fil uqadi. Tugunchilarga silingan bir demdan iborat. Dem soldiğu bir jipni emasdan bir ağamsın bir chigib bir qidim desa bu ihdan nafathat fil uqad oldu. Ve min şer nafatati fil uqad degan ashu tugunchilarga dem soladigan sehrigar ayollar degan ma'noda. Sehrigarlar degan ma'noda. Yani chiroyli so'zlar ashunda sehrning rolini o'ynaydigan, kishilarni maftun qiladigan so'zlar edi. Buğdayning bo'lmasa, buğday so'zang yo'qmi deganday. Chiroyli so'z kishilarning qalbini tutadi. Yani tugunchilar Çünkü sehri qilganlar bir shaniga, jibqa chigib bir qadim chekkan chog'da bir deb binasini o'qib, yana bir qadim chekkan deb bunda to'qonoq qilib, undan uni bir joyga ko'mib, bunda qilgan bo'g'achqa oqad deb. Yani bir jibni chekkan, bog'lagan chog'. Jibning deymiz, shani. Qo'tancha. Nafas degan o'sha damin. Ve nefatihi ve nefhihi. Şeytanınki süfleşlerden, pöyleşlerden panahat tilayma, şunun şerrinden panahat tilayma deydi. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.